Bugun sizning savollaringiz orqali do'kon avtomatlashtirish bosqichlari bilan tanishamiz. Avtomatizatsiya qancha vaqt oladi? Ko'pchilik bu uzoq jarayon deb o'ylaydi. Aslida atigi 30 daqiqadan 2 kungacha vaqt oladi. Tizimni uladingiz. Keyingisi nima? Birinchi qadam hamma mahsulotlar nomi, narxi, soni hammasi siz bilan birgalikda bazaga kiritilinadi. Bu esa 1-2 kun vaqt olishi mumkin. Ikkinchi qadam ma'lumotlar kiritilgandan keyin tizim sizning kompyuteringiz yoki telefoningizga ulanadi. Shundan keyin tizim ishlashni boshlaydi. Uchinchi qadam обучение. Sizga tizimni 2 soat davomida oson ishlatishni o'rgatamiz. To'rtinchi qadam qo'llab-quvvatlash xizmati. Tizimni ishlatayotgan jarayoningizda savollar paydo bo'lsa, sizga qulay vaqtda operatorlarimizga murojaat qilasiz va ular muammongizni hal qilishga yordam berishadi. Shu bilan siz tizimni mustaqil ishlatishni boshlaysiz. Do'koningizda nazorat paydo bo'ladi, tartib o'rnatiladi va eng muhimi, hech qanday foydani yo'qotmaysiz.